slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got Mana hozir qish qo'yishda eng oson variantlardan qilib stenolar yasab berganmiz xalq uchun. Xalq o'sha qo'yadigan odam qiynalmasin uchun mana shunaqa ishlarni qilib xalqqa yetkazib beramiz. Bunda bitta apparat olasiz, turpoq olasiz, ikki emas, ish boshlanib ketadi shu bilan. Eng minimal pul tikib mana shu biznesni qushloq sharoitga, shahar sharoitiga ham ishni boshlasa bo'ladi. Nima qilaman, Rossiyaga borsam bo'lmasam deb yurganlar uchun, ikkidan yurganlar uchun u sharoitda mana shu biznesni qilib, bemalol bir sezonda bitta mashinani pulini ishlasa bo'ladigan biznes. Biz mana shu biznesni qilish uchun 2-3 kishi va bitta stanok, yaxshigina bitta joy, salqinga joy hozir mana shu yo'lni bo'yiga qo'yilibdi. Mana 3 talik apparat olib kelingan. 3 talikni sinab ko'rsatamiz. Buni hozir mana bittalik bilan qo'yilayotgandi. To'g'risi mana bittalik bilan qo'yilayotgan, hozir bittalik apparatni qo'yilibdi. Ancha vaqt ko'proq oladi. Shuni ikkita qo'yguncha, mana bittalik qolibdi. Ikkita qo'yguncha 6 ta qo'ysa bo'ladi. Bu ish samarasini orttirish. Mana hozir arvomdan kelyapti. Arvomdan kelganda birdan ag'darilyapti. Birdan qoliplar ichiga tushib, yerga tashlab, o'zi hech qancha vaqt olmayapti. Mana hozir 30 sekund mobaynida gapirguncha nima tayyor bo'ldi. Xo'p, qolipga g'ishtlar tayyor bo'ldi. Ko'tarib olinadi. Ko'tarish ham qancha 15 kilo yuk bilan bosiladi. 15 kilo emas, 10 kilo. Bemalol qiyinchilik yo'q. Mana belga nagruska tushmaydi birinchi ochitda. Sanash ham oson. 1 2 3 riyatni sanash ham oson, havo aylanishi ham yaxshi. Tezroq qurish uchun havo yaxshi aylanadi. Mana g'ishtlarni 2-3 kun qurigandan keyin tikka qilish kerak. Tikka qilganda oraliq masofa bor. Mana hozir 3 talikni bitta qo'yib ko'rsatamiz. Buni bitta suvlovga, bitta suvlovga boshida bitta suv olinadi, ketdi shu bilan qo'yiladi. Nerjavikadan tayyorlanadi. Mana bizda qalin nerjavikadan tayyorlanadi 3 talik. Kimgadir joyim kichkina deganlar uchun 3 talikdan qilib taqlab beramiz. Nerjavika qilib. Kraskalari ham sifatli kraskadan kraska qilib beriladi. Hozir 6 talik. Buni yuvib tashlanadi. Ishdan keyin yana ertasi kun bemalol ishlatursa bo'ladi. 6 talik. G'ildiraklari kattakon qo'yiladi. Bizda harakatlanishi oson, juda. Xo'p, bu qayerda ishlab chiqariladi deganlar uchun Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida Choqshanba qo'rg'onchasida ishlab chiqariladi. Kerakli bu ikki mashina apparatlar kelsa, bemalol telefon raqamlariga telefon qilish mumkin va zakazga asosan bir hafta mobaynida taklif beriladi. Bizda hozir razmerlar 28 ga 38 razmerda, 29 ga 39 razmerda, balandligi 10 razmerda bo'ladi. Xo'p, zakazlarga qarab, Samarqandga 25 ga 38lik taklif berdik. Zakazga qarab taklif beramiz. Surxondaryoga, Buxoroga, Xorazmga qilib taklif beramiz. Xullas, bu nima uchun bu loy g'ish nima sifati yaxshi? Loy bunda achiydi, bir kun oldin taklif qo'yiladi. Achigandan keyin bu sifati oshadi. Yomg'ir, qor, nima yog'in sochinda bu keyin o'zini loy pishida uyib ketmaydi birdan. Zavod g'ishlari bo'lsa, bitta ustida yomg'ir tegsa tez uyib ketadi. Pishini qanday uysa, xuddi o'shani uyib ketadi. Bunda pishigan bo'ladi, zilzilaga ham, boshqa narsaga ham mustahkam bo'ladi. Qurilishda ham toza havo va uyda qurganda uyingizga toza havo har xil hozir gipsa bloklardan foydalanishyapti. Qurish oson, lekin salgina unga havo aylanishi uncha emas. Bunga havo yaxshi aylanadi, toza havo bo'ladi. Asosiy ota-bobolarimizda ishlatayotgan g'ishtdan bular. 3 talikda hozir taxlab bo'lindi, ustuni tekslanadi. Teksa burchalar bosilib, hech qarolinadi. Burchalarni salgina loyga qo'yguncha loyga bosim berilsa, o'zi burchalar yetib boradi bunday. Buni ustiga hech qanday ustini bosadigan narsalar kerak emas. Boshqa klientlar so'rashadi, ustini bosib tekstlab beradigan narsa qilib bering, shlaka blogidek qilib bering. Yo'q, uni qilmaydi. Sababi bu suyuq loy yopishib qoladi. Unaqa qilmaydi. Qo'l bilan. O'zi pishigan, tekstlab. Mana bu chiziq nima uchun qilinadi degan savollarga kommentariyaga bironta atvet yozishingizni nima qilamiz? Agar kimlar bilsa, mana shu nima uchun nima qilinadi deganda shuni bitta opisiyaga yozib qoldirsa, nima uchun mana shu usti chiziladi. Kim o'zi bilgancha opisiyaga yozib ketishi mumkin. Kommentariya qismiga yozishlaringizni va bitta like bosishlaringizni iltimos qilib qolamiz. 3 talik tayyor bo'lgan g'ishtni o'z qolipdan ko'tara olamiz. 3 talik juda udobni, og'irligi qolipda og'irligi 25-30 kilo chiqadi xolos. 3 talik chiqdi. Yaqinroq qo'yib masofaga, yaqinroq nima qilib. Mana sifati g'ishtni
Keyin bizdan so'rashadi, bizda tik joyimiz yo'q. Mana hozir notik joyga qo'yib ko'rsatamiz, notik joyga. Mana yonimizda asfalt, bu yerda emas, notik joyga qo'yib ko'rsatamiz. Mana hozir yana ikkinchi partiyaga tayyor bo'ldi, ko'tarib olamiz. Chiqqan g'isht sifatli yaltillab, yonlari ham, usti ham yaltillab chiqadi. Bunga klient ko'p bo'ladi keyin. Hozir 1 minut video qilish kerak. Oltalik. Oltalik lo'g'ish apparatimizga hozir loyni g'ishtni chiqarib ko'rsatamiz. Loylar solinadi. Prямо arvomga tushadi. Xo'p, loy tushgan loy o'rtaga tushadi, mana o'rtaga tushgandan keyin ichi osongina tarqab tashlaydi. Keyin usti teksab olinadi. Usti teksab olib qolipdan ijatiladi keyin. Mana shu apparatlarimiz bir kunda 1000 ta, 1200 ta, 1,5 mingtacha qo'yadigan apparat loyg'ish qoliplarimiz sotuvda yasab berilyapti. Narxlariga kelsak 4800 ming so'mdan nirjavikali variantlaridan balonlari kattakon qilib yasab berilyapti. Xo'p, manzilimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida. Bemalol zakaz qilib xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Hozir mana apparatni sinov jarayonida bitta ko'rsatib o'tamiz. Apparat hozir loylarga tayyor. Birdan arava bilan o'tiramiz ichiga. Keyin tekslab o'tamiz. Bir arava loy tushadi ichiga. Shuni tekslab shatillatib qo'yib tashanadi. O'yba aka loy shatillatmaysiz. Ikkinchi reysga loy taqling. Qo'yib tashanamiz. Biz ketdi mana. Bu apparatlarni 2022 dan beri ishlab chiqaramiz. Mana shu apparatlar juda qulay bo'lgani uchun va ko'tarishga, qo'yishga, sifatli chiqish uchun shu apparatlardan yasab taqlab beramiz. Burchaklarni ancharoq bosish kerak. Hozir teksam bo'lmayapti, nima qo'y. Zakazчик. Dollarni svitida o'rishdi. Yaxshi ishlaydi bu ikkita. Sivaslarni tayinladi. Bir tane